Assalomu alaykum, biz kuzatib boruvchi obunachilar. Mana xudo xolasa ishlarimiz davom etyapti. Kechqurungi holatda ko'rinishi o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Ishlarimiz davom etyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, arzon usulda, sifatli hamda baquvvat holatda o'zimiz ovora materiallar yasab, o'rnatib beramiz. Uyda egasidan talab qilinadigan narsalar dogovordagi summa, yotoq joy hamda chashaklar ham berilgan. Oziq-ovqat elektr toki bo'ladi xolos. Qolgan hamma material, ustaqi, ustalarimiz, shu ishimizga ketadigan elektrod, balyerga toshlar hammasi o'zimizni yonimizdan bo'ladi.